Do'rmondamiz mana. Do'rmon sanatoriyasini yonginasida shundoqqina mana uyimizni sotilyapti. Kanalizatsiya, suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. Do'rmon bo'lishiga qaramasdan joylari zo'r, cho'tki, ko'chalari ham keng. Mana uylarni ko'ryapsizlarmi? Mahalla oddiy mahalla emas. Mana shu uyimizni sotuvda. Chiroyli ikki sotuvga qurilgan uchastkamizni hozir ko'rasizlar. Kirishimizda mana hovli, elektronli darvoza, ozgina fasadiga mehr berish kerak. Uy ichlari tayyor. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu bemalol letniy kuxnya qilsa bo'ladi. Bu yerda podvoli bor. Podvoli mana kuxnyani tegi podvol bo'ladi. Podvoli ham 2 metrdan balandroq. Qo'lini ko'rasizlarmi? O'zi ham ko'chalari zo'r ekanligi. Bu yerda sotkasini 20-30 mingdan deyishyapti. 25-30 mingdan kami yo'q deyishyapti. Hozir uy ichini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu kirishimizda uzungina koridor, mana bu yerda kuxnyamiz qolar ekan, qolgan narsa ketadi mana. Kuxnya ham katta, ko'rib turibsizlar, patoloklari balangina. Keng qilib qurilgan. Akam o'zlari uchun pishgan ishdan qurganlar. Xo'p, bu yerda zal. Qaranglar qanaqa chiroyli. O'ziga yarasha qilingan, bemalol kelib kirib yashaysizlar. Eslatib o'taman, mebel hammasi ketadi. O'zlarining mebelinglar bilan kelib yashasanglar bo'ladi. Narx aksiyani qoldiraman. Xo'p, bu yerda ham yana bitta xona. Bu yerda родительский qilib qo'yibdi akam. O'zlari yotadigan joy. Xo'p, xonalari ham mana bu kengini ko'ryapsizlar. Xo'p, bu yerda mana bitta sanuzul. Sanuzulimiz. Xo'p, bu yerda yana bitta детский. Xonalari keng umuman, вообще zo'r qilingan, teplый pol qilingan. Bu yerda ham yana bitta xona qilsa bo'ladi. Akam garderob qo'yibdilar. Bemalol yana bitta xonaga bemalol qilib qo'ysanglar bo'ladi agar oilangiz, farzandingiz ko'p bo'lsa. Gap qisqasi shu, agar uy haqida ma'lumot kerak bo'lsa, pastda opsiyada bemalol uy haqida ma'lumotni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, biz har doim sizlar bilan ishlashga tayyormiz. Telefon qilinglar. Joyimiz Do'rmonda joylashgan, Qibray rayoni. Narxi pastda qoldiriladi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.